Assalomu YouTube tarmoq kuzatuvchilar, navbatdagi Dubayskiy darvozamiz Samarqand Ishtixonga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz 2 qavatli 1.8 lisdan qilingan. O'rtalariga stiklavatlarni yopishtirgan, ovozini chiqmaydigan qilib shumka qilib berganmiz darvozamiz. Ikkita yontaglar shivellar, xohlasa zamoylari zo'r original zamoydan. Sifatli hammasi ruchkalar qo'yilgan. Orqalar tekis holatda bo'ladi. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Darvozamiz bitta qo'lda ochilib ekiladi. Zamonlar, sentr zamonlarni qo'yganmiz. Darvozamizni kvadratini 1.400 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. Kraskalari yaxshi kraskadan bo'lgan. Laklari glansiy lak bo'lgan. Xohlasa aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab dostavka so'rovga qilib beramiz.